Assalomu alaykum hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana shu mahsulotlarni ichib turib, yaxshi natija olgan opa keldilar. Opa, mana shu mahsulotlardan iste'mol qildingiz. Qanaqa natija bo'ldi sizda? Mana epamiz, bunimiz meni qavziyatim yo'qotdi. Ichim yaxshilashdi. Qabziyat borda sizda? Ha, qabziyat bo'ldi. O'tirsam intikish bo'ldi. Qo'y yetishmaslik bo'ldi. U pasaydi. Manda Kilimix davri o'tgandi manda. Kilimixda ham qizish bo'ldi manda. Ishini ochib, yopish, boshqasi bo'ldi. Shuni bitta kasseta ichishimdan o'zi natija bildirdi. Birinchi kassetasida o'zi o'zgardim men. Nimaga qizishim yo'q, xalaqishim yo'q, ishga chiqib kiyim almashtirib shunim yo'q, terlashim pasaydi. Ancha holat yaxshi. Bunda gijelik ekan bu. O'zim bilmagan holatda ichimda qurt bor ekanmi, endi bilmayman-da endi. Bilan ham ichdim, yo'q yaxshi, Xudoga shukr. Ancha o'zi Alloh o'zi shifo berdi, bandasi sababchi dorman sizlar bo'ldinglar. Albatta. Yaxshi natija.